Yazgıcı Tanqışı Jodaki maqalesini davamlaştırıp mındaq deydi. Dastlabda şu vaqtda Xitoy millatining millat xarakteri to'g'riliq to'xtalgan kishi Lushin Apandi edi. Bu kishi Akivining tarjimali degan asarda qora yumurliq komedik uslub bilan Kona imperiyaning, ya'ni Manching imperiyasining tuvan qatlamidagi vakillik xarakteriga ega bir kishining obrazini yaratib, bu kishini shu vaqtdagi junguliqlarning o'rtaq portretiga aylantirgan edi. Lushin baxtli edi. O o'zi to'g'riliq o'ylay oladigan puhrala va o'zini belgilay oladigan puhrala Gomindang davrida, ya'ni shu puhrala jamiyatiga hukmronlik qilib atgan Gomindang davrida yashagan edi. Shunga Lushin Apandi baxtli edi. Shunga ko'plab azarmi yemigan. Shunga bu asar Akivning tarjimali o'lmas badiiy asarga aylangan. Lekin Batbashiri junguliqlar mavzuli kitobning avtori Bayyan u xil madaniyat muomalasidan bahramand bo'la olmagan. Uning Batbashiri junguliqlar mavzuliq asari 20-asrda ikkinchi qatimliq milliy davlatning o'zini o'zi o'ylashi bo'lib, Bayyan va uning kitobi Tayvanda qattiq hujumga uchragan. Bu kitob 1980-yillarda Jungoda til haqoratga uchragan. Tar millatchilik fikri aqimining, bu tar millatchilik degan gap yo'q. Xitoylar shunday yozdi maqolada millatchilik. Millatchilik fikr aqimining qo'rishavida qilib, har qanday o'zini o'ylanish va qayta o'ylanish uchun ko'rsatgan tirishchanlik naytizor dushmanlikka duch kelgan. Mayli qanday bo'lsin, ajdodlardan Lushin Apandi, avlodlardan Bayyan Apandi, junguliqlar baribir qayta o'ylanish uchun ikki aynakni, yuqorqi ikki apandini yoki ikki aynakni qoldirib qo'ydi. Bu ish yoki bu ikki kishi jungoning adoqi ma'naviy boyligidir. Ularda rost so'zlaydigan boturlik bo'lib qolmasdan shundaqla yomon sifatli kasallikni bayqaydigan aql farosatga ega kishilar edi ular. Shundaqla bu ikki odam jungoda eng oxirgi ikki nafar fazilatlik odam bo'lib qoldi. Demak, Bayyan Batbashiri junguliqni yozdi. Lushin Apandi ro'yi g'olibiyatchi, bir junguliq ro'yi g'olibiyatchining Akivining tarjimalini obraz qilib yaratib, buni butun jungu jamiyatining portretiga aylantirdi. Qayta o'ylanish iqtidorining mavjudligi yoki mundaq aytganda, o'zini o'zi tanqid qilish kuchining yetarliligi milliy davlatlar sog'lommi, sog'lom emasmi deb o'lchaydigan birdan-bir o'lchamdir. Demak, o'zini o'zi tanqid qilish mushroq bo'ladigan bo'lsa, milliy davlatlar sog'lommi, sog'lom emasmi deydigan o'lcham bo'ladi. Yozuvchi Bayyan ishlatgan Batbashiri junguliqlar mavzusidagi Batbashiri degan so'z estetika kategoriyasiga mansub. Güzellik tuyg'usi va fiziologiyalik inkas bilan zid munosabatli. Yani Batbashiri degan so'z estetika kategoriyasiga mansub, güzellik tuyg'usi va fiziologiyalik inkas bilan zid munosabatli. Buningdan boshqa yana bir xil sotsiologiyalik ibora burillarda ko'p ishlatilgan. Bu ibora millatning xarakteri degan iboradir. Bu iborani biologiya iboralari qo'shib ishlatsak, o jungocha kasal virusi degan ibora bilan bog'lanib qoladi. Psixologiyalik hukm va atalg'ular bilan tasvirlasak, junguliqning universal kasali degan hukm o'ttiriga chiqadi yoki ikkilamchi madaniyat salohiyati deb atashga bo'ladi. Balki atalg'ularning xohishchanligini qo'shib ishlatsak, madaniyat salohiyat to'salg'isi deydigan o'ttira holliqqa ega bir ibora, bir hukm o'ttiriga chiqadi. Bu ketayotgan so'z hozir Xitoy millatining xarakteri, sifat va saposi, Xitoy millatining salohiyati to'g'risida ketyapti vatandoshim. Bu ibora va atalg'ularning hammasi o'ziga xos bo'lgan taraflardan bizga o'zgarayotgan kasallikning negizlik ahvolini tasvirlab berdi. Kishiga qiyin tuyulayotgani shuki, kishilarga qiyin tuyulayotgani shuki, Bayyanning ogohlantirishli unum bermadi. Balki hal qilg'il bo'lmaydigan asar hal qilgan murakkab tema bo'lib qoldi, deydi Jodaki. Diqqat, Bayyan 30 yil burun Batbashiri junguliqlar deb kitob yozib, junguliqlarning xarakterini
tanqidlagan edi. 30 yildan keyin qarab baqsaq, Jungoliklarning xarakteri yana o'xshashli shundoq turdi deydi Jodaki.